Bir odam xotinini o'lishini istardi. Endi chiday olmayotgandi. Doim shikoyat, doim janjal, doim charchoq edi. U bir donishmand huzuriga borib dedi: "Hayotimdan chiqib ketsin. Kerak bo'lsa butunlay." Donishmand dedi: "Bo'ladi, lekin avval badal to'laysan. 1000 tilla ber. Bir oy ichida xotining o'ladi." Odam rozi bo'ldi va o'sha kecha ichida xotiniga nisbatan ilgari hech his qilmagan tuyg'u uyg'ondi. Ayol bir oydan keyin o'lishi kerak edi va bundan bexabar edi. Erkak ilk bor unga boshqacha qaray boshladi. Baribir o'ladi. Ilk bor muloyim bo'ldi. "Yordam kerakmi?" deb so'radi. Shoyini quydi, uyga o'tin tashidi. Hatto uni tinglayotganda kulishni ham boshladi. Ayol avval bu o'zgarishga ishonmadi, keyin esa bir narsa o'zgarayotganini sezdi va o'zi ham yumshashga ruxsat berdi. Ovoz o'zgardi, kayfiyat ko'tarildi, muomalasiga yana mehr va tushunish qaytdi. Kunlar haftalarga aylandi. Ayol o'zgardi, uy o'zgardi, munosabat, muhit o'zgardi va erkak birdan anglab qoldi. Aslida o'zgargan o'zi edi. Muammo boshidan beri xotinida emas edi. U yugurib donishmandni oldiga bordi. "Iltimos, to'xtating. Uni yo'qotishni istamayman." Donishmand jilmaydi. "Kech emas, ammo yana o'sha badalni to'lashing kerak. 1000 tilla sadaqa qil, xotining yashaydi" dedi. "Hech narsa o'zgarmaydi, sen o'zgarmaguncha. Rostini ayt, muammo rostdan ham qarshingdami yoki sen o'sha munosabatda kim ekanligingdami? Xulosa o'zingizdan."